Zukam sababli doktorxonaga borgan Tursunjon Sidiqning darhol jiddiy qutqizish bo'limiga ilinishi va ertasi jon uzganligi uning ustiga sirliq o'limdan singlisi Qalbinur Sidiq Amerika Davlat Majlisida guvohlik berib qaytganda yuz berganligi marhumning o'lim sababi haqida har xil gumonlarni paydo qilgan. Qalbinur Sidiq akasining o'lim sirini yesholmay turgan paytda Urumchidagi urug' tuqqanlaridan telefon kelib o'zlari bir kun avval degan o'lim sababiga tuzitish bergan. Ya'ni Tursunjonning doktorxonaga zukam sababli emas, yoshurun yurak kesili qo'zg'alib borganligi eskartilgan va Qalbinurning mushundoq tushunishi va tushuntirishi talab qilingan. Ertesi bir telefon geldi Rastçıyan oğlumdan. İkinci yan oğlumdan kaynapsımaç bir mailden. Şu ayol bana telefon vurdu. Vay Qalbinur, aşı akam yoşurun yürekken toq, yürek kesip kozulup gitmişler poptike, desek poptike bu fakat bombada qaran bu haberler tarqılıp ketken okşaydı diye. Ben benim için yağaydı diken ben akam saklı kirip yüzüge çıkan tutsam özüm evkik basam dedim. Desem yok aşında desek poptike dedi. Bu tutish talabiga akasining o'limi ishlarga davlat bexatarlik soqchilarining aralashganligi ketilib, uning aslida mavjud gumonini hassilab oshirgan. Endi buni desak bo'ptikan degan chog'da yana biz xato deb hisobladik, biz uqmay qoldik degan gap yo'q. Asli bunda deyilmaslik kerakdi, buni boshqa ish deyilish kerakdi degan gap bo'ladi-da bu yerda. O'sha qildi. Ashuna bo'ldi. Majbur so'zlatgandek. To'g'ri, men shundan qat'iy radiya qildim, shunda ochig'im keldi. Nima uchun men bekor o'zgartdim? Nima uchun yo'qaytimiz bu yerda desam, "Voy yo'q, ma'quldan aşağı desak bo'pti dedi." Shu kunlar mana shu davlat bexatar idorasi nima uchun telefonni bu sirliq ilm bo'lmasa, nima uchun xabar qilsalar deb shuna qildi. Bu yil 67 yoshga kirgan Tursunjon Sidiq Urumchi Saybar rayonlik shahar qurilish boshqarish idorasining sobiq idora boshlig'i bo'lib, u bundan 5 yil avval pensiyaga chiqqan. Biz uning o'lim sababi haqida ma'lumot olish uchun Urumchidagi aloqador idora jamiyatlarga telefon qildik. 普洱新疆雅森。Sidiq. 我们这边没有过这个同志。你能不能教一下一个民族同志民族干部，他们会知道的。你稍等，我现在查。 Telefonimizni qabul qilgan Shimagur rayonlik shahar qurilish idorasi xodimi. 你好。你好，城市管理局吗？是的。 Tursunjon Sidiqning doktorxonada jon uzganligini dalillash bilan birlikda 前副局长Tursunjon Sidiq的情况。不是一个区的，这不是沙区，这是水区的。在医院去世的是吧？对对对，你在打沙区的。 Uning o'lim sababini oshkorlashga bo'lmaydiganligini eskartdi. 4yaşım ben. 这个不方便告诉你。 Saybar rayonlik shahar qurilish idorasi xodimi o'zining Tursunjon Sidiqning o'limidan xabar topganligi, ammo sobiq xizmatdoshining oilasiga hol so'rab bormaganligini bayon qilish orqali bu o'lim marosimi ishiga davlat bexatarlik kuchlarining qo'l tiqqanligidan shapi berdi. Yaxshi. Mana sizning idoradagi tuyib ketgan Tursunjon Sidiq degan kishining o'limiga ma idora jamiyatdan badonmi xizmatchilar yo'qlab. Yo'qmi, bo'lmadi. Bo'lmas xabaringlar bo'ldimi? U sobiq xizmatdoshining o'lim sababi haqida ma'lumot berolmadi. Qalbinur Sidiqning deyishicha, marhum Saybar rayonlik hukumatda 40 yilcha xizmat qilgan va har qaysi bo'limlarda amal tutgan bo'lib, u jamiyatda har soha kishilar bilan kam do'stlik o'rnatgan va jamoatchilik ishlardimi ko'z ko'ringan. Akam hamma necha bilimlar ishlab chiqqan, inson tashkil ishlarini ishlagan, aslida hukumatniki. Uning o'zi bu akam munosabati bek yaxshi da. O'zining aloqalish tarzi bek kangri, o'zilik bek xushchaqchaq qilib, bundoq mardona odamda. Bir sorunlar akam bo'lmasa bo'lmaydigan darajada shundoq. Faqatdan hayotida bir Xitoyga bir boshiga boqqan ya bir Xitoydan qo'rqib boqqan inson emas. Hatto mantiq bosatdan to'la. Bo'libmi xizmat ehtiyoji sababli Urumchidagi qonun sohasidagilar bilan uzun mezgil zich aloqada bo'lgan ekan. Shunga biz Saybar rayonlik taftish mahkamasiga telefon qilib, Tursunjon Sidiqning o'lim marosimi ishlari haqida ma'lumot so'rdik. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshimi? Bu taftish mahkamasimi? Bo'limdagi boshliqlardan mush eng yaqin o'lib ketgan kim bor? Sizlar xabar topgan. O'lim, bu eng yaqin o'lim. Mush bir haftaning oldida mana Tursunjon Sidiq. Unda shu shahar qurilish idorasining muavin boshlig'i shumi? Telefonimizni qabul qilgan xodim Tursunjon Sidiqni taniydiganligi, uning o'limidan xabar borligi, ammo yo'qlash shaklanganligi uchun oilasiga hol so'rab bormaganligini bildirdi. Siz o'zingiz bordingizmi shu o'limga? Bu xizmat soharinglar o'zaro yaqin keldi-ku. Bormanglar degan yerga bormaymiz odatda. Unda shu oilaga bormanglar, bu o'lim bo'lgan bormanglar degan bir uqtirish bormi? Yoki yig'in bormi ichilgan? Uning bayon qilishicha, uningdan bir hafta burun, ya'ni Tursunjon Sidiq jon uzgan kuni doiralar Saybar rayonidagi idora jamiyatining Uyg'ur ishchi xizmatchilariga mazkur musibatli oilani yo'qlab bormaslikni
buyurgan. Hem işlerini bilmez, ulanı tumba kılıp nem kıldı. Bu vaqtda maxsus ichilgan yig'inda bu o'lim xabarini o'z ichida bilib qilish va boshqalarga tarqatmaslik talab qilingan. Bu idoradagi yana bir xodimmi mazkur uqtirishdan xabar topganligi va bu o'lim xabarini davlat maxfiyatlik sifatida chang tutilayotganligini ta'kidladi. O'zini oshkorlashni xohlamagan og'allardan birining bayon qilishicha, Tursunjon Sidiqning oilasi musibatga duch kelgan kundan e'tiboran davlat amalliq soqchilari tomonidan nazorat qilingan. Mərhumның jasadi saqchilar nazorati ostida Urumchidagi Gulsay zaratxonasiga dafn qilingan. Oila a'zolari va bevosita tuqqanlardan boshqalarning o'lim marosim ishlariga qatnashishiga ruxsat qilinmagan. Mazkur mahkamadagi yana bir xodim yuqorgi cheklamalarning Tursunjon Sidiqning chet eldagi singlisining, ya'ni Qalbinur Sidiqning qashli sababli kelib chiqqanligini ilgari surdi. Masalan, ashna zaratxonaga chiqdimi chiqmadimi? Ashna Yo'q, uyalaglar. vaqt yo'qmi? Undoq chiqmaydi. Vaqt yo'qmi yoki bu uqtirishda bildirilganlik uchun chiqmanglar deganlik uchunmi? To'g'ri, shu ashta uqtirishlarni tushundirganlik uchun biz chiqmaymiz undan.